Siz mashina olib arendaga berish yoki bo'lmasam bozordan magazin olib arendaga berish. Shunaqa variantlar bo'lgan. Lekin eng yaxshisi, eng foydaligi menimcha shu quyosh panel bo'lgan. Chunki mashina olib arendaga bersa uni yaroqlilik muddat boshdan gapiray yana. $300 pul chiqarib beryapti 10 ming emas. Assalomu alaykum hurmatli YouTube kuzatuvchilari. Sizlarga bugun quyosh panel stansiyasini bir xonadonga o'rnatganmiz 5 oy oldin. Shuni sizlarga qanday foyda keltiryapti, shu haqida manzilga kelib, mijozning o'zini fikrini so'rab, sizlarga to'liqroq, yana ham to'liqroq ma'lumot berishga harakat qilamiz. Bizni kuzatib boringlar, obuna bo'linglar. Qani yuring ketdik. Farhodjon. O, Keling. keling. Keldi. Assalomu alaykum. Va alaykum. Xush kelibsizlar. Mijozimiz Farhodjon ham do'stimiz. Shu quyosh panellarini o'rnatilishi yuzasidan sizni o'zingizni fikringizni olgani keldik. Farhodjon, mana quyosh paneli o'rnatganingizga ham 5 oy bo'libdi. 5 oyning ichida quyosh paneli o'rnatilishidan avval bir qator rejalashtirgansiz. Shu $10 ming pulim bor deb sizda o'zi aytgandingiz. $10 ming ga nima qilsam ma'qulroq bo'ladi deganingizda tavsiya berganman esingizda bo'lsa. Quyosh paneli o'rnating, foydasi yaxshi bo'ladi, ham uyingizga elektr energiya bepul bo'ladi, qo'shimcha daromad topasiz. Bundan tashqari yer mulk soliqlaridan ozod bo'lasiz deb aytgandim. Shu masalalarda endi xolisona mana YouTube'da kuzatuvchilarimiz bor. O'zingizni fikringizni bersangiz, yana ham bir xalqqa, ya'ni kuzatuvchilarga bir manfaatli bir video lavha bo'lgan bo'lardi. O'zi anchadan beri bu fikr bor edi menda. O'ylab yurgan edim. Undan keyin siz o'rtog'imiz shu ish bilan boshlandingiz, shug'ullanishdi. Undan keyin yana ham qiziqish ortib, siz bilan ham maslahatlar qilib, ko'rib, o'rnatilgan joylarni ko'rib, yana ham chuqurroq o'rganib, keyin bir qarorga kelib, o'rnatishga boshladik, o'rnatishdi. Birinchi o'zi 50 kilovat o'rnatmoqchi edik. Keyin pulimizni hisob-kitob qilib turib, shu taxminan $10 ming 35 kilovatli to'g'ri keldi. Shuni o'rnatdik. 35 kilovatli dokumenti bilan billa bo'ldi. Sizga shunaqa ham yo'q billa. 50 kilovatli dokumenti bo'ldi. 35 kilovatli o'zi o'rnatildi. Chunki yana qo'shimcha 15 kilovat o'rnatamiz. O'shani hisobini olib turib, xudo xolasa qo'shimcha yana 15 kilovat o'rnatish rejada bor. O'shani hisobini olib turib 50 kilovatlikka hamma narsalar qilindi. Uni o'rnatgandan keyin уже сразу boshlanishidan уже effektini bildik. Effekti уже birinchi oydan soliq o'z programmasida уже hamma pullar kelishni boshladi. Undan tashqari svetga umuman pul to'lamaydigan bo'ldik. Svetga umuman pul to'lamayapsiz, shundan beri. Hozir svetni mendan qarzi bor. Ya'ni svet qarzi bor. Yana bitta savol, mana shu masala bitta savol berib ketaman. Qarang, gazga, mana gaz qishda gaz qimmat bo'lib ketdi, rasxod ko'payib ketdi. O'zingiz aytdingiz, ikkitadan kotyollar bor, rasxod ko'payib ketdi. Kotyollarni o'chirdim dedi. Shunday svetga o'tib oldim dedi. Ya'ni yana ham xarajat qisqardi. Bu xonadonga, ya'ni qo'ygan panellari, qo'ygan stansiya foyda keltirdi. Qishda ham o'zi quyosh kam bo'ladi, lekin shu nimada ham, sezonda ham baribir yaxshigina chiqarib berdi. O'sha qishda chiqarib bergan elektr energiya bilan qishda gazni kamroq ishlatdik. Gazni kamroq ishlatib, shuni hisobidan uylarni polni isitdik. Polni isitib ham yo'qdi. Elektriskiy обогревательlarni qo'ydik. Shuni hisobidan isidi. Shunda ham svetga pul to'lamadim. Gazga ham pul to'lamadim, svetga ham pul to'lamadim. Hozir shu eng anaqasi yutuq tomoni shu. Yana bitta savol, yana bitta nima aytib o'tishimiz kerak. Shu qo'yganingizdan beri hozir sizga 14 million, 15 millionlik daromad beribdi. Hozir programmadan ko'rdik. Endi o'tgan oyda 3 million, 3,5 million atrofida yana qo'shimcha daromad ketdi. Endi bu hozirgi siz aytayotgan summalar
qishki sezondan hozir endi Bahorga chiqdikda, bahorga o'tdik. O'shuning uchun sal kamroq bo'lishi mumkin, lekin shunda ham baribir 3,5 million bir oyda juda ham yaxshi degan deb o'ylayman. Endi bundan keyin hozir yozda yana ham kun ham qisni uzayadi, quyoshli kun. Quyosh energiyasini bizga ko'proq foydasi tegadi. Bu degani bizga ko'proq pul tushadi. Hozir xudo xolasa yana mijozlar do'stimizga Farhodjonga 15 kilovat yana qo'shimcha o'rnatib beramiz. O'rnatib berganimizdan keyin yana daromadliligi, foydaligi yana ham ortadi. Bu yana bitta narsani bilib qo'yinglar. Bu syomkadan keyin o'rnatmasam bo'lmaydi. Bitta narsani yana aytishimiz mumkin. Mijozlarimiz borda kuzatib turgan. $10,000 pulim bor, nima qilib turganlar bor. Mashina olib arendaga bersam, avariya bo'lib qolishi mumkin. O'zini qoplamasligi mumkin, amortizatsiyasi bor, boshqa xarajati, yog'i, deylik, balonni almashtirish kerak. Hisoblab ko'rsa, u qoplamaydi. Kvartira olib, bir xonali kvartira olayotsa, bir xonali kvartira ham 15 ming, 18 ming, 20 ming dollar turadi. Ya'ni arendasi u darajada foyda keltirmaydi. Hozirlarga to'g'ri tavsiya, haqiqatan ham do'stimiz yaxshi, to'g'ri qarorga kelgan, kuzatgan bizni barcha O'zbekistondagi shu vaziyatlarni kuzatib, quyosh panelini ustanovka qilib, ya'ni bitta xonadonga 50 kilovatgacha ruxsati bor. Shuni ruxsatlarini olib, ustanovka qilgan. Hozir kunda endi daromad ko'rib, foyda qilib kelmoqda. Xudo xolasa 2,5 yilda polностью o'zini nimasini pulini chiqarib, undan keyin plusga yuradi xolos, faqat shu. Farhodjon, mana yana bitta obunachilarimizga savol bo'ladi. $10,000 pulga boshqa ish qilsam ham bo'ladi deydi, lekin hozirgi kunda hozirgi holatda iqtisodiy holatimizni hamma o'zi biladi. Har xil bizneslar yuryapti, yurmayapti. Bir nimagadir investitsiya qilsangiz, u deylik 3 yil, 4 yil, 5 yilgacha o'tib ketadi o'zini qoplash davri. Shu sababli mana $10,000 pulingiz bo'lsa, o'sha paytda qanaqa o'zingiz hisob kitob qilgansiz? Qanaqa bir reja, yana alternativalarda o'ylagansiz? Har xil variantlar bo'lgan. Birinchisi mashina olib arendaga berish yoki bo'lmasam bozordan magazin olib arendaga berish. Shunaqa variantlar bo'lgan. Lekin eng yaxshisi, eng foydaligi menimcha shu quyosh panel bo'lgan. Chunki mashina olib arendaga bersa, uni yaroqlilik muddati bor, amortizatsiyasi bor. Xo'p, keyin xudo ko'rsatmasin yo'lda qanaqadir falokat bo'lishi mumkin. Shu tomonlarini ham o'ylab, hisobga olib, keyin yana bironta kvartira olib arendaga berib, ijaraga berib qo'yish mumkin edi. Lekin u pulga birinchidan o'zi kelmaydi. $10,000 kvartiraga oz. Yetmaydi. Yana qo'shimcha qo'shish kerak. Yo kredit olish kerak, yo xullas. Unda ham yetganda ham bersangiz ham baribir oyiga $100 maksimum $150 beradi u. Unaqa kvartirada u pulga kelgan. Shuning uchun ana bemalol $300 pul chiqarib beryapti 10 mingimiz. Podключи xarajat qilmaysiz. 3 faza bo'ladi xolos ular aka o'zi. 3 faza bo'ladi xolos. Xo'p, uni aka tak 75 millionga qilib beramiz. Hamma narsasi original, shuning ichida pritseniya ham bor, naqd pul ham bor, NDS ham bor. Ofitsialniy servis sentrimiz, pechat qo'llab qo'yib beramiz. Hozir Farg'ona shahar O'zbekiston bo'yicha ish qilamiz. Variant bas aka, bizga kreditga yoki naqd pulga qo'yamiz. Kreditga endi 1 oylik to'lovingizni? Hozir aka. Bankingiz qaysi bank? Tadbirkormisiz yo fuqaromisiz? Tadbirkor. Buni tushmayaptimi? 20% dan beradi, 5 yilga bo'lsa 1,987 mingdan tushar ekan, bir xilda to'lov bo'lsa. 87 ming 5 yilga bo'ladi 20% dan. 2 million. Ancha bu 20 kilovatning ichida akkumulyator bor. Yo'q, bez akkumulyator aka, akkumulyatorli qo'ymang bo'lmaydi. Akkumulyatorlik ham qimmatga tushadi, ham tez buziladi, ishdan chiqadi. Sizga tavsiyam mana akkumulyatorsiz. Hozir hamma yoqqa akkumulyatorsiz qo'yilyapti bu yil.
bunday qilsak bo'ladi aka, bunday qilsak bo'ladi. Kelishib olsak, sizga o'sha 20 kilovatli miyasini qo'yib, mana hozir ko'pchilik joyga ham qilib beryapmiz. O'sha plyusga yarasha qilib panelni bosib beramiz. Sodalik 10 kilovat bo'ladi, 5 kilovat ketadi, 15 kilovat ketadi, panelni bosib beramiz. Plyus bo'lganda uka pul tayyorlab qo'ydim, Oybek kelib o'rnatib berdi qolgan desangiz, qolganini ham ofitsialniy o'sha garantiyani ichida, servis ichida o'rnatib beramiz. Qo'shimcha. Hozir mana Farhodjon qarang, sizga shu quyosh panel stansiyasi 35 kilovati qancha daromad keltirdi? Shuni endi aniq misollarda telefoningizdagi ilova orqali ko'rsatib bersangiz, mijozlarimizga ham tushunarli bo'ladi. Bo'ldi. Mana. O'zini Solx programmasi bor. 50 kilovatli invertor o'rnatganmiz, 35 kilovatlik panel. Mana hozir ham 21 chiqaryapti ekan. Bu soatiga. Endi bugungi kunlik 69.60, soat mana 12 bo'ldi. 70 kilovat 70 kilovat. 12 soat 12:09 da 70 kilovat chiqargan. O'tgan oyda qancha chiqaribdi? O'tgan oyda bu may, aprel. Aprelda 3703 kilovat. 3.703.000 degani. So'mda bo'lsa 3.700.000 so'm degani. 3.700.000 so'm mana chiqardi. Shu kungacha qancha daromad beribdi qo'yganingizdan beri? Biz 15 kun bir oydan keyin registratsiya qilganmiz. Mana bu 2024da oxirida bo'lgan. 2024da 1561, bu degani 1,5 million so'mda. Yanvardan hozir maygacha 10.700, bu degani 10.700.000. Hammasi bo'lib mana VXDimiz hammasi bo'lib 12.273.000 so'm. Yana so'mda. Ko'p obunachilarimizda shuna savol bo'lyapti. O'rnatilgan, ya'ni xonadonga o'rnatilgan joyga imtiyoz berar ekan. Yer solig'i, yer solig'i, mulk solig'iga deyapti, lekin bizda o'zimizda tajribamizda bo'ldi. 10 sotikli uyingiz bo'lsa, 10 sotikli uyga beradi hamda undagi mulkka beradi. Shuni hozir shu Farhod do'stimizda ham shunaqani qildik. Ya'ni soliqdan o'zida imtiyoz oldik. Soliq, buni o'rnatgandan keyin soliqqa borib turib, idorasiga borib, shu o'rnatdi deb hujjatlar beradi, elektrosvet, o'shani borib ko'rsatasizlar. Shu bilan yer solig'i, mulk solig'idan 3 yilga ozod qilib beryapti. Xursandmiz shu qarorni tanlab, bizni tanlab shu firmadan quyosh paneli stansiyasini o'rnatganingizga. Yana ham kelajakda Xudo xolasa 15 kilovatli chiroyli uстановка qilib beramiz. Xudo xolasa. Sizga ham rahmat. Sog' bo'ling. Kelib turinglar.